Assalomu alaykum. O'z yaqinda ko'p turgan qadrdonlar, yaxshi insonlar, yaxshi mislar, tan qo'llang. Sog'mi, charchamay, tolmay yuribsizlarmi? Xo'p, hurmatli Parvoz aka-ukalar, mana videolarimni ko'rib zerikmayapsizlarmi? Xonadonlar tinchmi? Qandoshroq, mahalla ko'ra hammalari yaxshimi? Safarda yurganlar, sizlar ham yaxshi yuribsizlarmi? Oila a'zolar tinchmi? Safarlarda qiynalmay yuribsizlarmi? Hayot tashvishlar bilan charchamay, tolmay yuribsizlarmi? Boringlarga shukr. Tan joninglar sog' bo'lsin. Xo'p, hurmatli Parvoz aka-ukalar, bugun Xudo xolasa sizlar bilan o'ta terma bum degan Xudo xolasa zotlardan bostiramiz bugun. Birgalikda qanaqa zotlardan bostiryapman, albatta sizlarga video tarqasa ko'rsatib boraman. Hozir men joy tayinladim, bittasini tayinladim. Albatta joy tayinlashga men qizim yordam qildi. Ha, qizim? Keling, qizim. Salom deng. Selam. Tog'alar. Selam. Bizi kuydirgimiz, bizi dumimiz deydi-yu. Qayerga borsak, o'sha yoqqa boradi, ha qizim? Ha? Bugun uxlab qolsa ketib qoldim. Ha? Ha? Bugun nima oldim?